Pensionerlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntiraman. Ayrim holatlarda siz har oy keladigan 5 turdagi kvitansiya bo'yicha to'lovni o'z cho'ntagingizdan to'lamasligingiz yoki to'lagan bo'lsangiz ham 100% gacha kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu gap har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, yolg'iz yashayotgan keksalarga va nogironligi bo'lgan fuqarolarga bevosita tegishli. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yetishmasa yoki bitta ariza noto'g'ri yozilsa, odam o'ziga tegishli yordamdan yillar davomida foydalana olmay yuradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Men avvalo eng muhim narsani aytib qo'yaman. Kvitansiyani umuman to'lamang degani, hech qanday rasmiylashtirishsiz hisob kitoblarni tashlab qo'ying degani emas. Bunday qilsangiz qarzdorlik chiqadi, penya hisoblanadi. Keyin elektr, gaz yoki boshqa xizmat bo'yicha cheklov bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l boshqa. Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz, to'lovlarni davlat, mahalliy hokimlik, ijtimoiy himoya tizimi yoki tegishli tashkilot orqali kompensatsiya qilish mexanizmidan foydalanasiz. Ya'ni rasmiy ariza berasiz, hujjatlarni topshirasiz, sizga imtiyoz yoki kompensatsiya tayinlanadi. Shundan keyin ayrim to'lovlar to'liq yoki qisman qoplab beriladi. Oldin ko'pchilik pensionerlar bunday imkoniyat borligini bilmas edi. Kvitansiya keldi, demak to'lash kerak deb o'ylardi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar, men borib eshik yugura olmayman, menga baribir bermaydi, bu faqat tanish bilishlarniki deb umidsiz bo'lib qolardi. Natijada 1 million so'm pensiya oladigan odam 400-500 ming so'mini kommunal xizmatlarga berib, dori-darmon va oziq-ovqatga pul yetkaza olmay qolardi. Hozir esa ijtimoiy himoya tizimida ko'p jarayonlar elektronlashmoqda. Mahalla, inson ijtimoiy xizmatlar markazi, pensiya jamg'armasi, may, bot, jub-uz, kommunal tashkilotlar orqali ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati kengaygan. Lekin bu o'z-o'zidan hamma pensionerga avtomatik pul tushadi degani emas. Ayrim holatlarda ariza kerak, ayrim holatlarda daromad tekshiriladi, ayrim holatlarda yolg'iz yashash holati tasdiqlanadi, ayrim holatlarda nogironlik guruhi yoki maxsus maqom bo'lishi talab qilinadi. Shu sababli men bugun eng ko'p uchraydigan kvitansiya haqida gapiraman. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va oqova suv, issiqlik ta'minoti yoki ko'p qavatli uy xizmatlari hamda chiqindi olib ketish va uy-joyni saqlash bilan bog'liq to'lovlar. Har birini alohida tushuntiraman. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar hujjat topshirishi kerak, kimlarga esa bu imtiyoz tegmasligi mumkin. Elektr toki bo'yicha to'lov pensionerlar uchun eng og'ir xarajatlardan biri. Ayniqsa uyda elektr plita, suv isitgich, konditsioner, isitgich yoki tibbiy uskunalar ishlatilsa, oy oxirida summa katta bo'lib ketadi. Bir pensioner opa yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 20 million 200 ming so'm. Qishda elektr ishlatgani uchun oyga 22 ming so'm elektr to'lovi chiqadi. Bu pensiyaning deyarli 5dan 1 degani. Agar opa ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz yashovchi pensioner sifatida ro'yxatga olingan bo'lsa, ayrim hududlarda unga kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiya yoki moddiy yordam ajratilishi mumkin. Muhimi, u men pensionerman debgina kutib o'tirmaydi, balki mahallaga, inson markaziga yoki ijtimoiy xodimga murojaat qiladi. Elektr bo'yicha yana bir muhim holat. Agar pensioner nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, uyda doimiy elektrga bog'liq tibbiy asbob ishlatsa, masalan kislorod konsentratori, maxsus yotoq moslamasi yoki boshqa qurilma bo'lsa, bu xarajat oddiy maishiy xarajat emas, sog'liq bilan bog'liq zaruratga aylanadi. Bunday vaziyatda yordam olish uchun tibbiy xulosa, nogironlik haqidagi ma'lumot, elektr shartnomasi va kvitansiyalar kerak bo'lishi mumkin. Gaz bo'yicha masala ko'proq xonadonning isitilishi, ovqat pishirish va suv isitishga bog'liq. Qish oylarida gaz to'lovi keskin oshishi mumkin. Masalan, bir keksa xotin hovlida yashaydi. Ikkalasi ham pensioner. Ularning umumiy pensiyasi 2 million 400 ming so'm. Qishda gaz to'lovi 500 ming so'mgacha chiqadi. Ustiga dori-darmon, oziq-ovqat, nevaralarga yordam, transport xarajati bor. Agar bu oila kam ta'minlangan deb topilsa yoki ijtimoiy reyestrda turadigan bo'lsa. Gaz to'lovi bo'yicha kompensatsiya, moddiy yordam yoki isitish mavsumi uchun alohida ko'mak olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'p odam xato qiladi. Ular gaz idorasiga borib, men pensionerman, to'lovni olib tashlang
deydi. Gaz tashkiloti esa odatda faqat hisob-kitob qiladi. Qarzdorlikni ko'rsatadi, shartnomani yuritadi. Imtiyozni kim beradi? Ko'p hollarda ijtimoiy himoya tizimi, mahalla orqali aniqlanadigan yordam. Hokimlik dasturlari yoki davlat tomonidan belgilangan kompensatsiya mexanizmlari orqali. Demak, faqat gaz idorasiga borish yetarli emas. Siz bir vaqtning o'zida mahallaga, ijtimoiy xizmat markaziga va kerak bo'lsa, tuman hokimligi yoki yagona portal orqali murojaat qilishingiz kerak. Suv to'lovi kichik ko'ringani bilan qarzdorlik yig'ilib qolsa, katta muammoga aylanadi. Ko'p qavatli uylarda hisoblagich bo'lmasa yoki odamlar ro'yxatda ko'p ko'rinsa, pensioner aslida yolg'iz yashasa ham to'lov bir necha kishi uchun hisoblanib ketishi mumkin. Masalan, bitta bu xonadonda yolg'iz yashaydi. Lekin propiskada o'g'li, kelini va 2 nevarasi ham turibdi. Ular boshqa shaharda yashaydi. Lekin suv tashkiloti kvitansiyada 5 kishi bo'yicha hisoblayapti. Bu holatda bu kompensatsiya so'rashdan oldin hisob-kitobni to'g'rilatish kerak. Chunki noto'g'ri hisoblangan to'lovni kompensatsiya qilish ham qiyin bo'ladi. Men bunday vaziyatlarda birinchi navbatda abonent ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Kimlar ro'yxatda turibdi? Hisoblagich bormi? Oxirgi ko'rsatish qachon topshirilgan? Qarzdorlik qaysi davrdan qolgan? Bularni aniqlash kerak. Agar pensioner haqiqatda yolg'iz yashasa, mahalla davlatnomasi, yashash holatini tasdiqlovchi hujjat, hisoblagich ko'rsatkichi bilan suv idorasiga murojaat qiladi. Shundan keyin ijtimoiy kompensatsiya masalasini ko'tarish ancha oson bo'ladi. 4-kvitansiya, issiqlik ta'minoti, ko'p qavatli uy xizmatlari va umumiy foydalanish xarajatlari. Ko'p qavatli uylarda yashaydigan pensionerlar uchun issiqlik, lift, yo'lak yoritilishi, tom, potval, umumiy ta'mirlash. Shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari alohida og'irlik qiladi. Ayniqsa pensioner birinchi qavatda yashasa, lekin lift uchun to'lov chiqsa yoki uyda markaziy isitish sifatli bo'lmasa ham kvitansiya kelsa, odamlar norozi bo'ladi. Bu yerda ikkita masalani ajratish kerak. Birinchisi, xizmat haqiqatan ko'rsatilganmi va to'g'ri hisoblanganmi? Ikkinchisi, siz ushbu to'lov bo'yicha imtiyoz yoki kompensatsiyaga haqlimisiz? Masalan, agar lift ishlamasa, lekin lift uchun to'lov kelayotgan bo'lsa, bu imtiyoz masalasi emas. Bu noto'g'ri hisob-kitob yoki xizmat sifati masalasi. Siz boshqaruv kompaniyasiga yozma ariza berasiz. Dalolatnoma tuzdirasiz. Qayta hisob-kitob talab qilasiz. Agar siz yolg'iz pensioner bo'lib, bu to'lovlarni to'lashga imkoningiz yetmasa, u holda ijtimoiy yordam so'raysiz. Misol keltiraman. 75 yoshli otaxon 2 xonali kvartirada yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 20.500.000 so'm. Issiqlik va uy-joy xizmatlari qishda 370.000 so'm. Elektr 1.000, suv 6.000, chiqindi 25.000. Telefon va boshqa xarajatlar bilan umumiy kommunal to'lov 60.000 so'mdan oshadi. Bu holatda otaxonning real yashash imkoniyati pasayadi. Agar u yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj yoki kam ta'minlangan deb tan olinsa, unga ijtimoiy xizmat, moddiy yordam, kommunal xarajatlarni qoplash bo'yicha ko'mak berilishi mumkin. Buning uchun u o'zi bormasa ham farzandi, qo'shnisi yoki ijtimoiy xodim yordamida murojaat qilishi mumkin. Ko'pchilik chiqindi to'lovi kichik deb o'ylaydi. Lekin ayrim oilalarda bu ham muammoga aylanadi. Ayniqsa ro'yxatda ko'p odam turib, amalda pensioner yolg'iz yashasa, chiqindi to'lovi ham ortiqcha hisoblanadi. Masalan, kvartirada bitta pensioner yashaydi. Lekin kvitansiya 4 kishi uchun chiqadi. Oyga 10.000 so'm ortiqcha ko'rinsa ham, bir yilda 120.000 so'm bo'ladi. Bu pul pensioner uchun bir necha quti dori yoki oziq-ovqat degani. Chiqindi to'lov bo'yicha ham avvalo abonent ma'lumotlarini to'g'rilash kerak. Agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz, buni tasdiqlang. Agar farzandlaringiz boshqa joyda yashasa, lekin ro'yxatdan chiqmagan bo'lsa, vaqtincha yashash joyi, ish joyi yoki boshqa dalillar bilan qayta hisob-kitob so'rash mumkin. Keyin ijtimoiy yordam masalasini ko'tarasiz. Men ayniqsa quyidagi fuqarolarga ogohlantirish bermoqchiman. Birinchisi, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Agar sizning farzandingiz boshqa shaharda, boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lsa, siz esa amalda yolg'iz yashasangiz, mahallaga murojaat qiling. Sizning ijtimoiy holatingiz bo'yicha o'rganishlari kerak. Ikkinchisi, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Nogironlik guruhi, tibbiy ehtiyojlar, dori-darmon xarajatlari. Harakatlanish cheklovi kommunal to'lovlarni to'lash qobiliyatiga ta'sir qiladi. Sizda nogironlik guvohnomasi yoki elektron ma'lumot bo'lsa,
uni arizaga ilova qiling. Uchinchisi, boquvchisini yo'qotgan. Juda kam pensiya oladigan yoki ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar. Agar xonadonda yagona daromad pensiya bo'lsa, bu albatta ko'rsatilishi kerak. Farzandim bor degani har doim menga yordam beradi degani emas. Agar farzand amalda yordam bermasa, buni mahalla o'rganishi mumkin. To'rtinchisi, urush qatnashchilari, mehnat fronti faxriylari, alohida maqomga ega shaxslar, Chernobil halokati oqibatida zarar ko'rganlar, xizmat vazifasida jarohat olganlar kabi maxsus toifalar. Bunday toifalarda ayrim imtiyozlar alohida tartibda belgilanadi. Siz o'zingizdagi guvohnoma va maqomni yashirib yurmasligingiz kerak. Aksincha rasmiy idoralarga ko'rsatishingiz kerak. Agar sizning daromadingiz yetarli bo'lsa, uyda bir nechta ishlaydigan farzandlar bilan yashasangiz, kommunal to'lovlar oilaviy byudjetga og'irlik qilmasa, sizga yurt foiz kompensatsiya tayinlanmasligi mumkin. Bu normal holat. Chunki ijtimoiy yordam birinchi navbatda ehtiyojmandlarga beriladi. Yana bir holat, agar kvitansiyalar sizning nomingizda emas, lekin siz o'sha uyda yashasangiz, hujjatlarni to'g'rilash kerak bo'ladi. Masalan, uy marhum turmush o'rtog'ingiz nomida qolgan, abonent shartnomasi ham o'sha nomda. Bunday vaziyatda meros mulk hujjati, yashash joyi va abonent ma'lumotlari tartibga keltirilmasa, kompensatsiya jarayoni cho'zilishi mumkin. Eng katta xato kvitantsiyani ko'rib, men pensionerman, demak to'lamayman deb chetga surib qo'yish. Men buni tavsiya qilmayman. Chunki imtiyoz va kompensatsiya rasmiy tasdiqlanmaguncha tizim sizni oddiy abonent deb ko'radi. Qarzdorlik yig'ilsa, keyin uni bekor qildirish qiyin bo'ladi. Ikkinchi xato, faqat og'zaki murojaat qilish. Mahallaga aytdim, idorga bordim, telefon qildim degan gaplar keyin isbot bo'lmaydi. Har doim yozma ariza bering. Arizada sana ism, familiya, manzil, telefon raqam, muammo va talab aniq yozilsin. Arizaning nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydiring. Agar elektron yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlab qo'ying. Uchinchi nozik jihat, kompensatsiya har doim naqd pul bo'lib qo'lga berilmasligi mumkin. Ba'zan to'lov kommunal tashkilotga o'tkaziladi, ba'zan qarzdorlik qoplanadi. Ba'zan moddiy yordam sifatida karta hisobiga tushadi. Ba'zan esa muayyan limit doirasida beriladi. Shuning uchun menga pul berishmadi, demak yordam yo'q deb xulosa qilmang. Hisobingizni tekshiring. Kvitansiyada chegirma aks etganmi? Qarz kamayganmi? Shuni ko'ring. To'rtinchi nozik jihat, 100% kompensatsiya hamma uchun avtomatik emas. Bu juda muhim. 100% qoplash odatda aniq toifa, aniq ehtiyoj, aniq hujjat va belgilangan limitlar doirasida qo'llanadi. Masalan, yolg'iz yashovchi parvarishga muhtoj pensionerga isitish mavsumida kommunal xarajatlar to'liq qoplanishi mumkin. Lekin boshqa bir pensionerga faqat qisman yordam berilishi mumkin. Shuning uchun men sizga hamma pensionerlar to'lamaydi demayman. Men aytayotganim, agar siz imtiyozli yoki ehtiyojmand toifa kirsangiz, siz albatta tekshirilishingiz, ariza berishingiz va huquqingizni talab qilishingiz kerak. 5-nozik jihat, qarzdorlik eski davrga tegishli bo'lsa, uni kompensatsiya qilish qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, siz 30 yil davomida suv to'lovini to'lamagansiz. Keyin men pensionerman, hammasini yopib bering dedingiz. Bunday vaziyatda tashkilotlar har bir davrni alohida ko'radi. Qarz qachon paydo bo'lgan, imtiyoz qachondan tayinlangan. Hisob-kitob to'g'rimi, davom muddati bormi? Shuning uchun imtiyozga bugun haqli bo'lsangiz, bugunoq harakatli qiling. Yillar o'tishini kutmang. 6-nozik jihat, ro'yxatda turish va amalda yashash farqi. Ko'p pensionerlar shu sababli ortiqcha to'laydi. Farzandlar boshqa joyda yashaydi, lekin propiskadan chiqmagan. Kommunal xizmatlar esa odam soniga qarab hisoblaydi. Bu holatda sizning birinchi vazifangiz kompensatsiya so'rash emas, hisob-kitob bazasini to'g'rilash. Chunki noto'g'ri odam soni bo'yicha hisoblangan to'lov keyin har oy takrorlanaveradi. 7-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga kompensatsiya chiqarib beraman, oldindan pul bering. Kvitansiyangizni o'chirib tashlayman. Tanishim bor degan odamlarga ishonmang. Rasmiy yordam uchun pora yoki oldindan haq talab qilinmaydi. Hamma murojaatlarni mahalla ijtimoiy xizmat markazi, kommunal tashkilot, pensiya jamg'armasi yoki yagona portal orqali qiling. Agar kimdir pul so'rasa, bu haqda tegishli organlarga xabar bering. Endi men sizga aniq reja beraman. Qog'oz olib yozib oling yoki videoni yaqinlaringizga yuboring. Birinchi qadam, oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv,
issiqlik yoki boshqaruv kompaniyasi chiqindi to'lovi bo'yicha barcha kvitansiyalarni alohida papkaga soling. Agar elektron kvitansiya bo'lsa, skrinshot qiling yoki chop eting. Har birida abonent raqami, manzil, summa va qarzdorlik ko'rinsin. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa nogironlik haqidagi hujjat. Maxsus maqom bo'lsa guvohnoma, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqamingiz kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, yashash holatini tasdiqlang. Agar yolg'iz yashasangiz, mahalladan dalolatnoma so'rang. Unda siz haqiqatda shu manzilda yashashingiz, xonadonda kimlar borligi, farzandlaringiz bilan birga yashamasligingiz, parvarishga ehtiyojingiz bor yo'qligi ko'rsatiladi. Agar farzandlaringiz boshqa joyda yashasa, ularning yashash joyi haqida ma'lumot ham foydali bo'lishi mumkin. To'rtinchi qadam, daromadlaringizni aniqlang. Sizning pensiyangiz qancha, boshqa daromadingiz bormi? Uyda ishlaydigan odam bormi? Ijara daromadi bormi? Bularni yashirmang, chunki tizim baribir tekshirishi mumkin. Rost ma'lumot bersangiz, arizangiz ishonchli ko'riladi. Noto'g'ri ma'lumot berilsa, yordam rad etilishi yoki keyin qaytarib undirilishi mumkin. 5-qadam. Mahalliy yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Arizada shunda yozishingiz mumkin. Men falonchi, falon manzilda yashayman, pensionerman. Kommunal to'lovlarim pensiya daromadimga nisbatan o'g'irlik qilmoqda. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi xizmatlari bo'yicha kompensatsiya yoki moddiy yordam tayinlash masalasini o'rganib berishingizni so'rayman. Ijtimoiy holatimni joyiga chiqib o'rganishingizni va natijasi bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday oddiy, aniq arza yetarli. 6-qadam, kommunal tashkilotlarga alohida arza bering. Elektr tarmog'i, gaz ta'minoti, suv ta'minoti, issiqlik tashkiloti va chiqindi korxonasidan hisob-kitobni tekshirishni so'rang. Arizada abonent ma'lumotlarimni, ro'yxatda ko'rsatilgan shaxslar sonini, hisoblagich ko'rsatkichlarini, qarzdorlik davrini va to'lovlar tarixini tekshirib, yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. Bu juda muhim, chunki ba'zan muammo imtiyoz yo'qligida emas, noto'g'ri hisob-kitobda bo'ladi. 7-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Masalan, tuman darajasida hal bo'lmasa, viloyat boshqarmasiga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, hokimlikka yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Shikoyatda hissiyot emas, faqat yozing. Qachon murojaat qildingiz? Kim qabul qildi? Qanday javob berdi? Qaysi kvitansiya bo'yicha qancha summa noto'g'ri? Qaysi hujjatlar ilova qilindi? 8-qadam, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz kvitansiyani tushunmasligi, ariza yozolmasligi, idoraga bora olmasligi mumkin. Ularni ayblamang. Bir kun vaqt ajrating, hujjatlarni tartibga soling, kommunal shaxsiy kabinetlarni tekshiring, qarzdorlikni aniqlang, mahallaga birga boring. Ko'pincha pensionerning eng katta muammosi pul emas, yolg'iz qolib ketgani va huquqini kimdir tushuntirib bermaganidir. 9-qadam, har oy monitoring qiling. Kompensatsiya tayinlansa ham kvitansiyalarni tekshirishni to'xtatmang. Chegirma tushdimi? Qarz kamayaptimi? Yangi hisob-kitob to'g'rimi? Limit oshib ketmadimi? Bularni ko'ring. Agar bir oy to'g'ri bo'lib, keyingi oy yana xato chiqsa, darhol yozma murojaat qiling. 10-qadam, hujjatlarning nusxasini saqlang. Ariza, javob xati, dalolatnoma, kvitansiya, to'lov cheki, bankdan kelgan SMS hammasini saqlang. Men amaliyotda ko'p ko'rgan odam haq bo'ladi. Lekin qo'lida bitta ham dalil bo'lmaydi. Dalil bo'lmasa, haqingizni isbotlash qiyinlashadi. Yana bir real misol aytaman. Bir buvi har oy gaz va elektr uchun jami 47 ming so'm to'lab kelgan. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Farzandlari chet elda, lekin ro'yxatda uyda turadi. Kvitansiya odam soni va eski hisoblagich ma'lumotlari bilan noto'g'ri yuritilgan. Bu menga imtiyoz bering deb yurgan, lekin aslida birinchi muammo hisob-kitobda bo'lgan. Hujjatlar tekshirildi. Hisoblagich ko'rsatkich yangilandi. Ro'yxatdagi amalda yashamaydiganlar bo'yicha ma'lumot berildi. Keyin mahalla uning ijtimoiy holatini o'rgandi. Natijada to'lov kamaydi. Qolgan qismi bo'yicha yordam masalasi ko'rib chiqildi. Ko'ryapsizmi? Bitta ariza emas, to'g'ri ketma-ketlik natija beradi. Yana bir misol, otaxonning issiqlik kvitansiyasi har oy chiqadi, lekin batareyalar deyarli isimaydi. U pensionerman,
to'lamayman deb qarzdor bo'lib qolgan. To'g'ri yo'l qanday edi? Avval issiqlik sifatini o'lchab tuzish, xizmat ko'rsatuvchiga yozma e'tiroz berish, qayta hisob-kitob talab qilish. Shu bilan birga, agar otaxon ehtiyojmand bo'lsa, ijtimoiy kompensatsiya so'rash. Ya'ni xizmat sifati alohida, ijtimoiy yordam alohida masala. Demak, pensionerlar uchun eng muhim xabar shuki, elektr, gaz, suv, issiqlik va uy-joy xizmatlari chiqindi to'lovlari bo'yicha siz ayrim holatlarda 100% gacha kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin buning uchun kvitantsiyani shunchaki tashlab qo'ymaysiz. Siz hujjat yig'asiz, yozma ariza berasiz, ijtimoiy holatingizni tasdiqlaysiz, hisob-kitobni tekshirtirasiz va javobni yozma olasiz. Agar siz yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lsa, pensiyangiz kommunal to'lovlarga yetmayotgan bo'lsa, ro'yxatda ortiqcha odamlar sababli ko'p to'layotgan bo'lsangiz, bugunoq harakat qiling. Mahallaga boring, inson markaziga murojaat qiling. Kommunal tashkilotlardan hisob-kitobni tekshirtiring. O'z huquqingizni so'rash uyat emas. Bu sizga qonuniy tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan yordam. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga kommunal to'lovlar bo'yicha qanday yordam berilyapti? Sizga kompensatsiya tayinlashdimi yoki rad etishdimi? Tajribangiz boshqa pensionerlarga foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi keksalarga yuboring. Chunki ko'p pensionerlar haqini ololmayotgani uchun emas, haqidan bexabar bo'lgani uchun qiynalib yashayapti.